Dilyor Musabekov otasi Dilshodbek Musabekovni chuqur qayg'uda esladi. Ularning mehribonligi, fidoyiligi va farzandlari uchun qilgan cheksiz g'amxo'rligi qalblarda mangu yashaydi. Keling, buni o'zidan eshitamiz. Rahmatli odamlar birinchi o'rinda mehribon, eng mehribon ota bo'lganlar, qo'llari shirin oshpaz bo'lganlar. Shu rahmatli dodam o'zi kasblari oshpaz bo'lgan. Ulardan shu odamlarga o'tgan shu ovqat qilishlar, har doim uyda shu o'zlariga qo'lida sharoit qilib qozon o'choq, yozgi oshxona qilib qo'yganlar. O'sha yerda har hafta o'zlari ovqat qilib berardilar. Juda shirin chiqardi ovqatlari. Qo'llari juda ham ochiq edi. Hammaga yordam berib, biz ham shu oila a'zolarimiz ham mana shu yoshligimizda singllarim, o'zim qachon endi pul so'rasak, endi ko'p pullari qolmagan payt ko'p bo'lardi, chunki undan qo'rqmas edilar hech qachon. Yonimda pulim qolmaydi demaslar, cho'nchaklaridan shu oxirgi pullarini olib mana deb beraverardilar. Bilardilar, lekin har doim bitta narsani aytardilar. Mana shu ko'chadan boshqalar ham yordam so'rab kelsa, oxirgi pullari bo'lsa ham ularga ham beraverardilar-da. Endi o'sha buvimgilar yoki onam nega anaqa beraverasan, o'zingda ham qolsin deb gapirishganda, qo'yavering ona deb har doim bitta gap aytardilar. Men bersam menga Xudo beradi derdilar. Bu narsadan hech qachon qo'rqmasdilar. Yordamlarini ayamasdilar hech qachon. Shu gapiradiganlarim to'g'ri so'z gapirishga. Gapirish qiyin. Dilyorjon, o'g'lim. Shu